Hozirgi kunda shaharda elektrokarlar juda ham ko'payib ketdi. Talab kuchli bo'lib qoldi. To'g'ri, buni komforti zo'r, salon qismi, monitorlari komforti o'ziga yarasha, lekin buni ko'pchilik hadoy qismidan olib kelyapti, chunki hadoylari yomon ham daqir-duqur bo'yotibdi. Biz hozir xuddi shunaqa elektrokarni hadoy qismiga olib qo'yganmiz. Ayolus Donfin E70 короче, mana shu mashinani hadoy qismiga olib qo'yganmiz. Ko'rayotganingizdek hadoy qismini polni chochib mana qo'yib qo'yganmiz. Buni perdelkali ishlar bilan yumshoq qilamiz. Buni asosan nimalarni perdelka qilish kerak? Qaranglar, ruloviy kolonkasi elektronnik bo'lgan hisobiga pastki qismi mexanizm. Ruloviy kolonkani remont qilish shart, chunki chuqurga tushganda ruloviy kolonka daqillab yomon ham ovoz beradi. Shu bilan birgalikda sandiy bloklarni ham perdelka qilib olish kerak, chunki o'zining sandiy bloklari juda ham slabik hisoblanadi. Eng asosiysi amortizator qismi. Mana ko'rayotganingizdek, amortizatorni perdelkali, perikachkali qilamiz. Amortizatorlar umuman bizning yo'llarga mos emas. Biz buni perdelka, perikachka qilib, mashinani yumshoq yuradigan qilib beramiz. Tan olish kerak, o'zi elektromobillarning xili vash ko'payib ketdi. Bu videoni elektromobil olib, otini bilmayotgan akalarga jo'natib qo'yamiz. Hadoy qismiga olib kelsa, perdelkali ishlar bilan yumshoq qilib beramiz.